Ko'pchilikda ertalab og'irlik, qorin dam bo'lishi, qabziyat yoki ishtahaning yo'qligi kuzatiladi. Aslida buning sababi oshqozon ichak tizimining noto'g'ri uyg'onishidir. Bugun men sizga ertalab oshqozonni tabiiy tozalashga yordam beradigan 3 ta oddiy ammo samarali odatni aytaman. Uyg'ongach 1 stakan iliq suv iching. Uyqu vaqtida organizm suvsizlanadi. Iliq suv ichak peristaltikasini faollashtiradi, safro ajralishini rag'batlantiradi va ichakni bo'shashga tayyorlaydi. Agar oshqozoningiz sog'lom bo'lsa, 1-2 tomchi limon qo'shib ichsangiz, bu ham foydali bo'ladi. 5 daqiqa davomida chuqur nafas olish va qorin massaji, diafragmal nafas olish va qorin sohasini yengil suv strilkasi bo'ylab massaj qilish ichak faoliyatini, ya'ni harakatini kuchaytiradi. Bu qabziyatni va meteorizmni oldini olishga juda foydali. Nonushtani kechiktirmang. Ertalabki ovqatlanish oshqozon ichak refleksini ishga tushiradi, ya'ni tabiiy ravishda ichaklarni bo'shashtiradi. Ertalabki nonushta yengil ammo kletchatkaga boy bo'lsin. Masalan, suluv bo'tqasi, mevalar, yogurt yoki kefir maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu 3 oddiy odatni har kuni bajarsangiz, oshqozon ichak faoliyati yaxshilanadi, shish va noqulayliklar kamayadi. Agar muammo uzoq davom etsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Salomatlik to'g'risida ko'proq bilishni istasangiz, bizni kuzatishda davom eting va videoni saqlab qo'ying.